Assalamu alaikum qadirlik savaqdaşlar. Farabi 4 dərsxanasına xoş gəldinizlər. Bugün hazırki zaman Uyğur dil dərsimizin 20-ci dərsini ötdüyümüz. 20-ci dərsimiz etimologiya haqqında. Bu dərsimizdə etimologiya haqqında düşüncə verimiz və etimologiyanın leksik tədqiqatındakı rolunu görüb çıxımız. Dərsimizə başlaşdan burun ötən saatlik dərsimizin axırda sorab ötən tövəndiki sualımızға qısqa cavab verib ötümüz. Siz ən köp işlətilən lüğətlər qaysılar deyə bitkənmiz. Bununla mən əsasən özümün kəsbiga əsasən ən köp işlətilən tövəndiki lüğətlərini yazıb çıxdım. Hazırki zaman Uyğur dilinin izahlı lüğəti, hazırki zaman Uyğur dilinin imla və tələffüz lüğəti, hazırki zaman Uyğur dilinin dialekt və şeirlər lüğəti, Türkçe lüğət, Çağatay dil lüğəti, etimologiya lüğəti və Türkiye Dillər Qamusu qatarlıq lüğətlərini ən köp işlədirkənmən. Siz özünüzün kəsbiga əsasən qaysı lüğətlərini ən köp işlətilganlığınızı yazıb çıxsanız oldu. Əmdi dərsimizin əsas məzmununa gəlsək, etimologiya haqqında düşüncə verib ötümüz. Ondaqda etimologiya degan atalğı qaysı dildən dilimizə kirgan degəndə, etimologiya degan bu atalğı Grek tilidəki Çin və həqiqi mənisidəki etimon degan söz bilən fən, ilim, təlimat mənisidəki logos sözünün birikişidən hasil bolğan olub, sözünün keliş mənbəsi haqqındakı təlimat degan məni bildirdi. Demək, sözlərinin şekli dediğimizde yazılışı ve telaffuz kılınışını gösteriyor. Sözlerinin şekli bilen mühendisinin keliş mənbəsini tədqiq qıldığan fən etimologiya deb atıldı. Etimologiya tarihi seliştirmə tilşünaslığının leksokologiya tipidəki fən olub, ilmi yo'sindagi etimologiya tilşünaslığının ilmi qanuniyetləri və ko'rsatmalarga asosan muayyan bir sözün meydan kelgan vaqti, til təvəlliki, ma'nisi, qo'llanilish jarayoni va hujjat asosini etimologiya ilmining shartlari va prinsiplari bo'yicha tadqiq qilishni ko'rsatadi. Undaqda etimologiyaning tadqiqot obyekti qaysilar deganda, etimologiyaning tadqiqot obyekti deganimizda etimologiya tildagi konkret so'zlarning kelish manbasi, ya'ni konkret so'zlar deganimizda kirma so'zlarni o'z ichiga oladi. Konkret so'zlarning kelish manbasi, tarixi, sözünün fonetiklik şekli o'rtasidagi munosabatlar va turlik o'zgarishlarni nuqta qilib tadqiq qiladi. Masalan, hozirgi zaman Uyg'ur tilida yog'och, gaz, may qatorliq kuydigan narsalarning belgilik issiqlik va yo'riqlik chiqarib kuyish jarayoni, yong'in, otish deb izohlanayotgan o't degan so'z Turkiy tillar divanida o't shaklida berilib, o't, yong'in deb izohlangan. Bu söz hazırki zaman Uyghur tilida bo'lsa, tovushning tushib qolishi va tovush o'zgarishi natijasida o't shakliga kelgan va etimologiyada bu shaklda izohlandi. Qadimgi zamonda bu kun degan so'z birikmasi hozirgi zamonda tovush o'zgarishining natijasida bugun degan shaklda, bilak uzuk degan so'z birikmasi bilazuk degan shaklda, og'a ini degan so'z birikmasi og'ina degan shaklda va qo'l aç degan so'z birikmasi g'ulash degan ism shaklida qo'llanilyotidi. Etimologiya ma'lum bir tilning o'ziga xos so'zlarni emas, balki mazkur tilga boshqa tillardan kirib o'zlashgan so'zlarni o'zining muhim tadqiqot obyekti qiladi. Bundan başqa bir sözün ibtidai şəkli və onun ən dəstəbki mənasını şu tildəki ən klassik əsərlərinin yardım bilan aniqlab çıxışmı etimologiyanın ilmi və tüp usulu olub hesablanıdı. Məsələn, Qutadıq bilikdə mundaq bir misal var. Tənizdən çıxarmasa yinçu kişi, kerek yinçu bolsun, kerek saytaşı. Bunun mənası denizdən çıxarmasa ünçə kişi, qalır fərqsiz ünçə saytaşı. Bu misalda şunu görələyimiz ki, 11-ci əsrdə yazılған məzkur əsərdəki təniz, yinçu, kerek degan sözlər hazırki zaman Uyghur tilidəki deniz, ünçə, kerek sözlərinin ibtidai şəkli, yəni etimologiyası hesablanıdı. Etimologiya yana bir sistemaga mənsub bolğan qeyrindaş dillərinin sözlükidəki oxşaş tərkiblərinin keliş mənbəsi üstüdürmü? Bir til sistemasiga təvə bolmagan başqa tillarning sözlükidəki oxşaş amillarning kelish mənbəsi üstüdürmü? Hətta şeylər bilan uning atılışı, yəni nam qoyuluşı o'rtasidagi bog'lanish, ism nomlarning barliq kelish mənbəsi üstüdürmü? Tədqiqat elib bardı. Demək, etimologiya sözlərdəki türlük tovush o'zgarishlarni to'g'ri sharhlashda,
söz ma'nilarini ilmiy asosda izohlash va tushuntirishda, söz ma'nilaridagi turli o'zgarishlarni aniqlashda, ohangday so'zlar, ma'noday so'zlar va kirma so'zlarning kelish manbasini aniqlashda, hatto qarindosh tillar o'rtasidagi munosabatni bekitishda muhim rol o'ynaydi. Etimologiya so'zlarning kelib chiqish tarixi va paydo bo'lish yo'llarini tadqiq qilganda, fonetika, semantika qatorliq fanlar bilanmi zich munosabatli bo'ladi. Undaqda etimologiyaning leksik tadqiqotdagi roli nima deganda tuvanda tafsiliy ko'rib chiqamiz. Uyg'urlar uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida har xil dinlarga e'tiqod qilgan, turli millatlar bilan uchrashgan, shundoqla Uyg'ur tilimi turli tillar bilan uchrashgan. Natijada hozirgi zamon Uyg'ur til so'zligida o'xshamagan darajadagi murakkab omillar borliqqa kelgan. Etimologiya Uyg'ur til so'zligidagi ashxil murakkabliklarni, so'zlarning kelish manbasi va asli ma'nosini ko'rsatish yo'li bilan osonlashtirdi. Buni yig'inchoqlab tushuntirsak, etimologiyaning leksik tadqiqotidagi rolida birinchi so'zlardagi uqum aniqsizligini yo'qotib, aloqani ravonlashtirdi. Ikkinchi, so'zlardagi turli fonetikalik hodisalarni to'g'ri sharhlashda asos yaratib berdi. Masalan, aslida ul degan so'z tovush tushib qolish hodisasi bilan hozir ul degan shaklda qo'llanildi. Armoq degan so'z bo'lsa, tovushlarning qo'shilib qolish hodisasi bilan harmoq shaklda qo'llanildi. Qalin degan so'z tovushlarning ojizlashi bilan qelin degan shaklda. To'rt degan so'z tovushlarning tushib qolish natijasida hozir to'rt degan shaklda. Bo'k degan so'zga o'xshashlar tovushlarning tushib qolishi bilan bo'k degan shaklda. Qarın degan so'z tovushlarning ojizlashi bilan qerin degan shaklda qo'llanildi. Ya'ni etimologiya so'zlardagi tuvandagidek fonetikalik hodisalarni to'g'ri sharhlashda muhim rol o'ynaydi. Uchinchi, semantikalik tarkiblarni atrofliq sharhlash, izohlashga yordam beradi. Uyg'ur tilidagi ohangday so'zlar, shaklday so'zlar va ma'noday so'zlar qatorliq semantikalik tarkiblar haqida atrofliq tushuncha berish uchun etimologiyalik izlanish intayin muhim. Masalan, farzand ma'nosidagi bola bilan ofat ma'nosidagi bola degan so'zni olsak, oldinqisi sop uyg'urcha, ya'ni bu yerdagi bola, farzand ma'nosidagi bola sap Uyg'urcha, keyingisi bo'lsa arab tilidagi bola so'zining uzun muddat qo'llanish natijasida tovush o'zgarishiga uchragan. Bundan boshqa biz normal yeydigan tomoq bilan dehqonchilikda ishlatadigan tomoq degan so'z o'zaro ohangday so'z, ammo bu yerdagi tomoq degan so'z tarmoq degan so'zning tovushining tushib qolish hodisasidan keyingi shakllangan holati. To'rtinchisi, so'z ma'nilaridagi turli o'zgarishlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Buningga so'zlarning ma'nilarida kengayish, tarayish, ko'chish, yo'qolish va tus ma'nilarining o'zgarishi qatorliq turli o'zgarishlar misol bo'la oladi. Beshinchi, etimologiya lug'atchilik ishlarini taraqqiy qildirish va lug'atlarning sifatini yuqori ko'tarishga shart hozirlaydi. Chunki lug'atda so'zlarning izohati kamtik bo'lib qolsa yoki aniqsizliklar shu petichila qo'yib qo'yilsa, uning lug'atlik qimmati va hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. So'zlarning asli ma'nosi emas, ko'chma ma'nosi va hozirgi ma'nosi emas, kod ma'nosimi berilishi kerak. Bularni izohlash etimologiyalik izlanishlar orqali hal bo'ladi. Altıncı, isimshunoslik tadqiqotini ilib berishga foydali odam ismshunosligi va yer joy nomshunosligi etimologiya tadqiqoti bilan moslashgandilar to'g'ri bo'lgan tadqiqotlarni ilib borg'ili bo'ladi. Masalan, Muhammad degan ismni misolga olsak, hozir Muhammad degan ismning Mehmet, Muhammad, Mehmet, Mahat degan shakllari qo'llanildi, ammo bu ismlarning etimologiyasi yanıla Muhammed degan ismdan kelgan. Aynur va Maynur degan ismni olsak, ikkisining ma'nosi o'xshash, chunki ay Uyg'ur so'z bo'lsa, bu yerdagi mahi parchadan kelgan. Ay ma'nosidagi so'z va Aynur bilan Maynur degan ikki ismning ma'nosi o'xshash. Bundan boshqa yer joy nomlarini misolga olsak, qadimgi Uyg'ur tilida ikkisoq, o'g'ilsoq degan ma'nodagi yer joy nomlari hozirgi zamon Uyg'ur tilida ikkisoq, o'g'ilsoq degandek yer joy nomlariga o'zgargan. Ya'ni bularning hammasini yig'inchoqlab kelsak, etimologiya ilmi yolg'iz leksokologiya tadqiqoti bilan emas, balki yana
arxeologiya, folklor qatarlıq mədəniyyət sahələrində mühim rol oynaydigan fən hesablanıdı. Bugünkü dərsimizin axırı gəldik. Dərsimizin axırda dərsimizə münasibətli olan tövəndəki iki sualını sizlərə sorab ötümüz. Birinci, etimologiyanın tədqiqat obyektini qısqaça düşəndirin. İkinci, isminizin etimologiyasını düşəndirib baqalamsınız. Bu sualların cavabını YouTube videomuzun astidagi bağı qismiga yoki Instagram hesabımızın DM qismiga uçur yazıb əvəzsənlər buludu. Undaqda keyinki saatlik dərsimiz görüşəylik. Görüşkücə aman bolunlar. Xeyr xoş.